Devlet erbabi Yoldaş Axun Babayev. G'arbiy Turkistondagi Uyg'urlardan yetishib chiqqan davlat rahbarlari ichida Yoldaş Axun Babayevning ish izlari o'zgachadir. U Farg'onadagi Marg'ilonda Sharqiy Turkistondan ko'chib kelgan bir Uyg'ur boy jamoatida dunyoga kelib, otasidan kichik yetim qolgan. 1916 yildagi Marg'ilonda portlagan Char Rossiyaga qarshi qo'zg'olonga qatnashgan. Hamda O'zbekiston Sovet Ittifoqdosh Jumhuriyatining tunji raisi bo'lib qolmasdan, yana texi 1938 yilgacha davom qilgan cho'ng tozalashdan amon qolgan birdan-bir Uyg'ur davlat arbobi bo'lib qolgan. Yoldaş Axun Babayev 1885 yili 5 iyul hozirgi O'zbekiston Jumhuriyatiga qarashli Farg'ona viloyatining Marg'ilon degan yerida Sharqiy Turkistondan ko'chib kelgan bir Uyg'ur oilasida dunyoga kelgan. 1876 yilgacha Qo'qon xonligi tavasi hisoblangan bu yurt shu yildan boshlab Char Rossiyaga qarashli Turkiston o'lkasining bir qismiga aylanib qolgan edi. Uning tug'ilgan chog'dagi nopos daftariga yozilgan asli ismi Yoldaş Axun Baba o'g'li edi. Uning oilasi 1877 yildagi Zozontang istilasida butun uy-joylari va mol-bisotlardan mahrum qilib, jinini aron saqlab qolgan Uyg'urlar qatorida bo'lg'ashqa, Marg'ilondagi turmushi to'limi qattiq namratchilikda o'tgan edi. Ailəsinin yükünü yenikletiş üçün o 9 yaşıdla Marg'ilondagi o'rislar igdorchilik qilib olgan bir dehqonchilik maydonida ishlashga boshlagan. Baxtga qarshi o 16 yoshga kirganda otasidan ayrilib qolgan. Shunlashqa u 1901 yili Marg'ilondagi bir shaxsiy paxta zavodiga ishga tushib, butun oilaning yukini o'z ustiga elishga boshlagan. Keyincha u texmi yaxshi tirikchilik qilishni niyat qilib 1904 yili hozirgi O'zbekiston tavasidagi Marg'ilondan hozirgi Qirg'izistonga tava bo'lgan O'zkentga berib, shu yerda toki 1914 yili Birinchi Dunyo urushi boshlanguncha 10 yil jafoliq ishlab, oilasining holidan xabar olgan. 1914 yili 8 oyda Char Rossiya taraf Birinchi Dunyo urushiga rasmiy qatnashib, nurg'un turkistonlik yoshlarni majburiy askarlikka tutib, oldingi hisobda germanlarga qarshi top zambirak yemi qilib qo'llangan. Bu xil vahshiyona qilmish amdila 29 yoshga kirgan yo'ldoshni qattiq g'azablantirgan. Shunashqa u 1914 yili kuzda tezdan Marg'ilonga qaytib kelib, o'xshash fikrdagi bir qism jasur yoshlar bilan birlikda Char Rossiyaga qarshi maxfiy tashkilot qurib chiqqan. 1916 yili yozda Char Rossiya hukumati butun Turkiston miqyosida 300 ming askar elish buyrug'i chiqargandan keyin Yoldash qatorliqlar shu yili Marg'ilonda Char podshohga qarshi qo'zg'olon ko'targan. Bu qo'zg'olon tezlikda qirg'izlarga ta'sir ko'rsatib, g'oyat zo'r qo'zg'olonga qatnashgan. Afsuski, Char podshoh oldingi sabtiki qon ichar muntizim armiyasini Turkistonga yo'tkab kelib, bu qo'zg'olonni dahshatlik bostirganda Yoldash qatorliq inqilobchilar Char podshoh soqchilari tarafidan tutqun qilinib, turmalarga tashlangan. Baxtga yarasha ularga o'lim jazosi berilishdan ilgari Rus imperiyasida Char podshohga qarshi isyon ko'tarilib, 1917 yili 2-oyda Char podshoh Nikolay taxtdan tushirilgan. Uning o'rniga chiqqan vaqtliq hukumat rahbari general Kerensky 1916 yildagi qo'zg'olonga qatnashgan kishilarni turmadan bo'shatib, ularni qonliq bostirgan eng oxirgi Turkiston harbiy valisi Kropotkinni zindonga tashlash orqali Turkiston xalqining qo'llashini qo'lga keltirmoqchi bo'lgan. Uzun o'tmay 1917 yili 7 noyabr oktyabr inqilobi portlab, shu yili fevral inqilobida Char podshohni og'dirgan vaqtliq hukumat qizil bolsheviklar tarafidan og'dirilgan. Vladimir Leninning o'z taqdirini o'zi belgilash shuarlari
ve ezilgen xalqlarni azad qilish tashabbuslari yo'ldosh qatorliq inqilobchilarning bolsheviklarga moyil bo'lishini kapolatga ega qilgan. Yo'ldosh Axun Babayev 1918 yili bolsheviklar qurgan Marg'ilandagi bir kent organiga rais bo'lgan. Orqadanla 1919 yildan 1921 yilgacha u burunqi Turkiston bosh harbiy valiliqi o'rniga qurilgan Turkiston Sovet Sotsialistik Avtonom Cumhuriyeti qarmog'idagi Farg'ona rayonining Marg'iland sho'bi ishchi dehqonlar birlashmasiga rais bo'lgan. 1921 yili 5-oyda Bolsheviklar partiyasiga rasmiy a'zo bo'lgan. U O'zbekistonni qurg'uchi davlat otalarining biri bo'lib, 1924-yildagi har qaysi milliy ittifoqdosh jumhuriyatlarning zimin tavasini ayrishdek qiyin ishga qatnashgan oz sondagi yuqori darajalik Turkiy xalq milliy kadri bo'lib qolgan. 1925-yili 2-oyning 17-kunidan toki 1938-yili 7-oyning 19-kunigacha to'p-to'g'ri 13 yildan ko'proq O'zbekiston Respublikasining birinchi qo'l rahbari bo'lib vazifa o'tagan edi. Uningdan sirt u yana 1925-yili 21-maydan 1938-yili 19-iyulgacha Sovet İttifaqı Kompartiyasi Markaziy ijroiya komitetining doimiy a'zosi bo'lgan. 1941-yili 22-iyun Hitler Sovet İttifaqıga tuyuqsiz hujum boshlagandan keyin O'zbekiston sobiq Sovet İttifaqıning eng cho'ng orqa sap ta'minot bazasi bo'lib qolgan. Yo'ldosh Axun Babayev 1941-yili 7-oydan toki 1943-yili 2-oyda vafot bo'lganga qadar so'zilgan eng mushaqqatli 2 yillik vaqt ichida Yo'ldosh Axun Babayev O'zbekistonning barliq ishchisi va dehqon kuchini Sovet askarlarini ashyo oburuti bilan ta'minlashga jiddiy safarbar qilgan. Un, may, raxt, jung, qora metal va boshqa foydali materiallar qochilangan minglagan vagonlar temir yo'l orqali har kuni uzluksiz oldingi safga avatildi. Uning tirishchanliklari natijasida Sovet askarlari orqasidagi og'ir o'lim yetim nisbati va ocharchilik xavfi ko'rinarli darajada tuvanlagan edi. Shunlashqa u oldingi safdagi askarlar va butun xalq tarafidan intayin yaxshi ko'rilgan edi. U yana cho'ng urush mezgilida ota-onasidan yetim qolgan 3 bolani beqib olgan edi. Ular Rus, Yahudi va O'zbek millatining yetim farzandlari edi. U yana 200 ming dehqon qatorida Buyuk Farg'ona qonunini qazishga qatnashgan edi. Yo'ldosh Axun Babayev 1938-yili 19-iyul O'zbekistondagi 1-nomerlik mansibini Osman Yusupovga o'tkazib berib, Sovet Sotsialistik Cumhuriyetler İttifaqı Oliy Kengashidagi vazifasi bilan kifoyalangan. Mazkur organ 1938-yili va 1989-yillardagi Sovet İttifaqıning eng yuqori darajalik davlat huquqi organi edi. Yo'ldosh Axun Babayev 1943-yili 2-oyning 28-kuni 57 yoshida Toshkent shahrida vafot bo'lgan. Uning meyti Toshkentdagi Aleksandr maydoniga dafn qilingan. Ikkinchi dunyo urushi oxirlashgandan keyin uning meyti 1927-yili uning tasdiqi bilan insho qilingan Chag'atay qabristonligiga yo'tkab dafn qilingan. Bu mazorliq Toshkentning Farabiy ko'chasiga joylashgan bo'lib, 1928-yildan buyon O'zbekistondagi nurg'un nopozliq tarixiy shaxslar bu yerga dafn qilinib kelmoqda.